buni bemalol tekshirib ko'rishlari mumkin. Men hech qachon birinchi navbatda reputatsiyani o'ylaydigan insonman. Любой vaqt любой coin'ni chiqarsa bo'ladi. Oson chiqarish desentralizovanный birjalarga, lekin faqat reputatsiyani o'ylaganman, faqat yaxshi coin. İnsanlarni aldaydigan scam coinlar ishlab chiqarishdan tiyilganmiz. Bu narsa bizga kerak emas. Bitta loyiha ishlab chiqdik, Pinlink degan. U real world'dagi asset, ya'ni haqiqiy dunyodagi assetni NFT ko'rinishiga o'tkazib beradi va NFTni sotib olsangiz siz qayerdandir hujjat deydi bu, o'zgarmaydigan hujjat. Qayerdandir aktivni sotib olganda bo'lasiz va undan keladigan foyda avtomatik sizga keladi. Shuni biza platforma qildik. Xuddi bu narsa harom, boshqa deydiganlar juda ham ko'p-da. Bizada lekin buni tagida mehnat harakati yotib tushunmaydi. Masalan, Yandex ham foydalanuvchini unga bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib qo'yganligi uchun, ma'lumot yetkazib, klient topib bergani uchun xizmat haqi oladi. Zuma marketplace ham hamma shunday. Biz ham xuddi shunaqa Web 3da shunaqa loyiha qilganimiz uchun hozirda 3 haftaning ichida $300 million market cap, bir kunlik оборот $3 million chiqdik. Уже 5 ta birjada listing bo'ldi bu proyekt уже. То есть oddiy. Endi boshqalar uchun katta bo'lishi mumkin. Bizlar uchun rostdan bu oddiy g'oya gazeta ketgan bo'lsa, bir oy ketgandir yaratilishi uchun. Bunaqa g'oyalar juda ham ko'p. Chunki bizadagi Web 2dagi muammolar juda ham ko'p va bu muammolarni Web 3 orqali yechish mumkin. Sizni bu g'oyalarni gaplashadigan odamlaringiz qaysi davlat fuqarolari? Men Portugaliyadan yaxshi mutaxassislar bilan ishlayman, Fransiyadan yaxshi mutaxassislar bilan ishlayman, Ispaniyadan, Amerikadan, Gretsiyadan